Или вас мамат, это счастье, улыбок. Это все, которые женщины все довольны. Ну, мужчины чуть так ущербно были, ну ничего. Самое главное, женщины довольны. Это самое главное. Все. Ну, всем поздравляет. 8-mart bu go'zallik bayrami. Chunki bu bayram har bitta go'zal ayolga yanada ko'rk va chiroy bag'ishlab turadigan bayram. Onalarimizni bayrami. Ayolga hurmat birinchi o'rinda. Umuman olganda, agar ayol kishi hurmat qilinsa, jamiyatda har bitta bola, har bitta yosh unga nisbatan, ayolga nisbatan boshqacha hurmat bilan, boshqacha ko'z bilan qaraydi. Agar ayolga nisbatan hurmat qilinsa, umuman butun boshli jamiyat yashashi mumkin, gullashi mumkin. Chunki uni qo'lida hamma narsa. Ilmli ayol boshqaradi davlatni, oilani. Shuning uchun ham ayolga nisbatan hurmat qilinsa, uni fikri tinglanilsa, unga har xil sovg'alar berilsa, xursand bo'ladi baribir. Xursand qilish kerak ayol kishini, qizlarni, xotin-qizlarni.